Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-dekabr haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Hormang aka endi. Salomat bo'ling. Nech pul deyapsiz bular narxini? Bularni 85 ming so'm pachka, 95 ming dona. 85 ming so'm pachkaga, 95 ming so'm donaga ekan. Mana shu birinchidan boshlanadi. Qayergacha? Mana shu kecha mana shu. O'sha qoraga doğru ekan. Ranglari bor, 8 xil rangi bor. Rangi endi hozirgi vaqtda mana shular bor ekan. Shu 7-8 xil bor deyishyapti, xo'p. Razmerlari 48 dan 54 gacha ekan. 48 dan 54 gacha razmer ekan, razmeri. Bo'yi ham uzun chiqqan. Materiali nima buni? Bambu jazlaydi. Bambuk jazlayn ekan. Lyuks originali. Orqalaringizdagicha buni turganlar. Buni atirgulliklari bor. Bittasini ong, shuni yashilini ongchi. Yorug'roqda ko'rsatek mana. Nech pul deyapsiz aka buni? Bularimiz aka 75 ming pachka, 85 ming dona. 75 ming so'm donaga, pachkaga, 85 ming so'm donaga. Razmeri qanaqa buni? 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan razmer. Materiali nima? Bambu jazlaydi. Bambuk jazlayn ekan. Mana shu turganlar bir xil narsami hammasi? Mana shu atirgulliklar shunaqa ekan. Xo'p, ular bir xil ekan. Bu tomon boshqa ekan, ha? Bu tomoni aka 85 ming so'mdan. Bular 85 ming so'm pachka narxi, 95 ming. 95 ming donaga. Razmeri qanaqa buni? 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan. Qani? Mana ranglari. Fasoni hamda. Uzun chiqardi. Xo'p, bu tomonchi toshlilar. Tomondagilarimiz hop bu toshimizni ham 90 ming so'm pachka beryapmiz, 100 ming dona. Ha. 90 ming so'm ekan, pachkaga, donaga 100 ming so'm, ha? Shimizlar yenglarida ollarni toshlari bor. Telefon nomeringiz nechi? Mana bu modellarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana bunaqa modellar bor ekan. Ha, tegirovka toshli. Hop. Pastlarida ham toshlari bor. Razmerlar 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan razmeri. Pachkaga, donaga narxini nech pul dedingiz? Pachkaga 90 ming. Pachkaga 90 ming so'm, donaga 100 ming so'm ekan shu hozir ko'rsatganlari. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 097 097 55 55. 55 55 ga telefon qilaverasizlar, ha? Burada telegramimiz bor, kanalimiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Yaxshi, bular nech pul? Bularimizni pachkaga 45 ming so'm. Pachkaga 45 ming so'm ekan, donaga 50 ming so'm ekan. Razmerlar 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha ekan razmerlari, o'sha kattalarini. Bular bor. Bular pachkaga 35 ming, donaga 40 ming. Pachkaga 35 ming so'm ekan, donaga 40 ming so'm ekan. Bu kichkinalar ekan, ha? Yo'q, bu ham razmer katta. 46 dan 52 gacha bu ham. 46 dan 52 gacha ekan razmeri. Yaxshi. Aloqaga chiqaverasizlar. Aloqaga chiqishaveradi. Dona pachka sotilaveradi. Dastavkani qayergacha nechta olsa qilib berasiz? Dastavka bitta donaga ham qilib beramiz, farqi yo'q aka bizga. Ha. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston chiqarib beryapmiz. Dastavka bor. Yaxshi. Lekin klientlarga oldindan aytib qo'yaylik, to'lovlarimiz oldindan bo'ladi bizni. Ha. Ko'pchilik yozishyapti, nima kelgandan keyin bersam, yo'q, biz o'zimiz olib borib bermaymiz. Biz pochtadan kamazlarni chiqarib beramiz. Shuni hisobiga biz oldindan to'lov qilmasa yuk chiqarib bera olmaymiz. Chunki ular bizga pul olib kelib bermaydi-da, ular pochta. Ha, pochta bularga pul olib kelib bermaykan, sizlar oldin pulni tashlaysizlar. Oldindan to'lovni oldindan. Lekin xudoga shukr, ishlaymiz. Aytgan narsasini aytgandek yetkazib beramiz. Yaxshi. Joyimiz Shu oldin pulni tashlab berasizlar, keyin jo'natib yuboradi. Manzilni aniq tiniq qilib aytinglar. O'sha tushuntirib turganda ham. Dastavkaga narsa nima qilsalaringda. Bozorda manzili Farg'ona viloyati 3ko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 7 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bo'lyapti hozirgi vaqtda. Bugun 28-dekabr yakshanba kuni 2025-yil. 50 ming. Pachka qildik.